Ey Sashkajon, buncha nero bulurma, o'tadi ketadi. Anu to'yir dollarchidan men nimamkanman? Nima uchun u bilan yuradi postoyanno? Bitta qizni bilan quruq asab bo'lasan. Men rostdan-chi. Давай, cho'k, hech kim bilmaydi. Uspokойся, bu tixa yurasan. Давай, cho'k. Nima bo'lgan taqdirda bacha? Nos cho'kma. Oh, bravo. Juda chiroyli, juda o'ta go'zal. Qimir etmaydi. Suntog'a? Etmaydi. Assalomu alaykum Suntog'a. Alaykum salom, Furijjon, yaxshimisan? Davay, siypalsa berdi. Davay. Молодец. Nima qilyapsan? Tuplama. Raz otdingmi buni tupurish kerak emas, buni kayfini olish kerak, tushunish kerak-da, keyin tupurish kerak. Ha, bachamay, shu nima qilib yurgan ekan dedim. Молодец mana. Yo'q, men seni tushunib o'tiribman. Masalan, men senga bitta istoriya aytib beraman. Mana bu bacham, mana bu vazelin. Qo'rqma, bu vazelinni aytmoqchi emasman. Ana bu kalushcha, mana Quvvat buvangdan qolgan kalushda bu. Mana men senga buni istoriyasini aytib beraman. Xudo rahmatli Quvvat buvangniki bu. Bu menga qolgan. Bu senga o'tish kerak, bacha. Men senga shuncha gap aytdim, sen gap ta'sir qilmaygansan balaga. Ana endi men senga o'zimning noviy taktikamda tushuntirib qo'yaman, bacha. Bacham, o'giril. Ana shunday, ana hamma. Yo'q, men seni tushuntirib, ota o'g'ilni tushunmasa qanday bo'ladi? Yaxshi. Ana shunday tur. Endi beriga bacham xafa bo'lar, yo'qmas senga aytib. Yet sanongni. Ha, o'rgilay bacham, yotibsiz. To'g'ri yotibsiz, o'ngarilib qo'ymang. Men qarang, noschadan qoqing. Yo'q, dadajon, boshdan nozlab shu. Hali ham vazelin bilan qo'ndirdik. Biz vazelin bilasiz qanday bo'lishini. Yoting, ana shu yerda damni oling.